Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Demak, bugun keyingi dars bu komparativ adjektiv haqida gaplashamiz. O'tgan safar adjektiv sifatlar bilan ravishlar tushuntirib bergandim. Hozir solishtirma sifatlar haqida gaplashamiz. Demak, komparativ adjektiv bu solishtirma sifatlar. Solishtirma sifat deylik. Bu nima? Bu o'zbek tilida roq degani, ya'ni kattaroq, kichikroq deb solishtirasiz-ku. Misol uchun aytasizlar, Anvar Obiddan kattaroq. Shunaqa deb solishtirganda ko'proq ishlatiladi solishtirma sifatlar. Shuni roq deb qo'yaman. Degan gaplarda solishtirma sifatlarda bunga qaraganda kattaroq deymiz. Xo'p. Qoidasi qanaqa bo'ladi? Mana bunaqa. Demak, sifatlar bo'g'iniga qaraymiz. Sifatlar agar bitta bo'g'inli bo'lsa, bir bo'g'inli sifat bo'lsa, misol uchun sifat bir bo'g'inli bo'lsa, biz unga o'sha sifat yozasiz. Misol uchun nimadir o'sha sifat, keyin oxiriga er qo'shiladi. Misol uchun uzun degan tol tol uzun degani. Buni solishtirsak tollar qilamiz. Yoki long uzun degani longer qilamiz. Mana er qo'shib ketyapman. Strong bu kuchli degani stronger qilamiz. Yoki rich bu boy degani richer, boyroq. Ya'ni tol uzun, tollar degan uzunroq, long yo'l bo'yicha uzun degani bu longer bo'lsa uzunroq. Strong kuchli, stronger kuchliroq. Rich boy, richer boyroq. Yoki poor kambag'al degani poorer qilamiz. Kambag'alroq. Shulardan keyin, mana erdan keyin biz shundan keyin than degan qo'shimcha qo'shishimiz kerak. Bu ga qaraganda degani. Baqib ketamandan ga qaraganda. Bu unga qaraganda kuchliroq deymiz. Shunga ga qaraganda degan qo'shimcha kerak. Gap tuzib ko'ramiz. Misol uchun Anvar is stronger. Anvar kuchliroq kimga qaraganda? Than Obid deymiz. Mana. Anvar Obidga qaraganda kuchliroq. Yoki misol uchun nima desak bo'ladi? Woman is uzunroq deylik. Taller than Bunyod. Woman Bunyodga qaraganda uzunroq. Shunaqa. Bu bir bo'g'inli bo'lsa shunaqa bo'lardi. Endi ko'p bo'g'inli bo'lsa nima bo'ladi? Ko'p bo'g'inli bo'lsa biz u sifatdan keyin more qo'shimchasi qo'shamiz. Bundoq qilib qo'ying, ajratib. More than deb qo'shamiz. Qo'shimchasini qo'shamiz. Misol uchun, endi ko'p bo'g'inli nima degani? Bular expensive degani. Expensive. Bu qimmat degani. Qimmatroq bo'lsa more expensive bo'ladi. Sifatdan keyin, sifatdan keyin emas. Sifatdan oldin more. O'sha sifat keyin than bo'ladi. Misol uchun men aytaman, mening kitobim senikiga qaraganda qimmatroq deyman. My book
is more deb qo'ydim. Endi o'sha sifat kerak, qimmat degan. Expensive than your book. Meni kitobim seni kitobingga qaraganda qimmatroq. Yokida aytaman, misol uchun bu gul senikiga qaraganda chiroyliroq desam bo'ladi. This flower is more beautiful than yours deyman. Bu gul senikiga qaraganda chiroyliroq deyapman. Tushuntira oldimmi? Hozir agar ko'p bo'g'inli bo'lsa more qo'shayapman, keyin o'sha ko'p bo'g'inli sifatni qo'shayapman, keyin than degan qo'shimchani qo'shayapman. Bu bir bo'g'inli ko'p bo'g'inliga qarab bo'linyapti. Shunda mavzu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi darsda orttirma sifatlar o'tamiz. Xudo xolasa.